Assalomu alaykum, mani kuzatuvchilarim, asallarim. Shamol bo'lyapti, rosa olmalarni to'kayotganini qarang. Jonivor. Chiroyli olmalar hammasi to'kildi, buni qaranglar. Hozir terib olamiz bularni endi. Lili ham ochildi yana. Qaranglar. Bu yerga qarab ochilar ekan nimagadir. Oq lili yerga qarab ochildi. Mamisi ro'zli ekan. To'rtta lili ham to'rt xil ekan, qarang. Endi olmalarni terib olib, jem qilamiz. Mana baqa chaqir qilib ozginagina olxo'r terib berdi nevaralarim. Bu kam, yana terdiraman hozir. Kecha bolalarim kompot qilibdi-da, sartrovka qilib, ezganroq, maydaroq olmalar menga qopti endi. Jem qilaman deganimga ajratib qo'yishibdi bolalar. Buni po'chog'ini artib, mana qilib maydalab to'g'rab, mana. Endi ozgina suv solib qaynataman. Keyin ozgina suv solib olxo'rini qaynataman-da, ikkalasini qo'shib yana qaynataman. 2 kilo shakar solaman ikkalasiga. 2 kilo shakar yetadi. Mana o'tirib olib, oqchoylarni ichib, qushtirlarni yeb, non to'rab o'tirimiz. Haytda sal nonni ko'proq bo'lib qolibdi. Uvol bo'lmasin, qotirib qo'yamiz. Bo'ldi. To'rab o'tdilar. Buni endi pechkaga qo'yamiz. Qotirib olamiz. Haytda hammalar yaxshi kutib oldinglarmi, azizlarim? Mani navara qizlarim keldi, qizlarim kelishdi. Avaram keldi. O'yimni bir to'lg'izib ketishdi. Hammani xonadonida yaxshiliklar bo'lsin. Ya'ni shu mana aziz muxlislarim, jemimiz ham pishdi. Hozir rangini ko'rsataman. Bundoq qilsam, mana. O'zim bunaqa quyuq chiqdi mana. Haqiqiy jem bo'ldi. Hech narsa qo'shmadim. Faqat o'zi mana shu nechta 8 ta 7 ta bankaga 3,5 kilo shakar soldim. Hammani xonadonida tinchlik, omonlik, salomatlik bo'lsin. Farzandlarga bosh bo'lib, kamolini ko'rib yurishlik nasib qilsin bolalar o'zaga. Biz ham ularning rohatda yuraylik. Keyingi shu kunlarga sog'lik, salomatlik bilan eson-omonlikda yetaylik. Rahmat sizlarga. Meni roliklarimni ko'rib, o'zingizlarning fikringizni yozganingiz uchun Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar hammanglar. Sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman.